Assalamu alaykum savoqdaşlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun al-usul min ilmil usul degan darsimizning davomini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda al-mutlaq val muqayyad haqida to'xtalamiz. Biz ilgari soatlik darsimizda am va xos haqida to'xtaldik. Endi biz bugun mutlaq va muqayyad haqida to'xtalamiz. Endi mutlaq va muqayyad degan bu ikki atalg'uni, ya'ni usul fiqhidagi ma'nosi bilan Uyg'ur tilimizga bir ig'iz so'z bilan ifodalagili bo'lmaydi. Buni izohlab tushuntirgili bo'ladi. Masalan, mutlaq degan nima desa, hech qanday shartsiz degan gap. Shartsiz. Mayli u shart sifat bo'lsin, yoki ma'lum shartlar bo'lsin, hech qanday bir shartsiz mutlaq holatda. Bu mutlaq bo'ldi. Masalan, men qo'limning ichidan bir qulni ozod qilaman dedim. Shundaqmi? Bir qul ozod qilaman dedim. Bir qul ozod qilaman. Bu gapda mutlaqlik bor deymiz, mutlaq. Qul ozod qilaman dedim, bir qul ozod qilaman. O qulninki ma'lum sifatlar bilan yoki shartlar bilan uni sifatlamadim. Masalan, yoki musulmon qul ozod qilaman, yoki er qul, yoki ayol qul, yoki egiz qul, yoki paka qul deganga o'xshagan hech qanday bir narsa qilmay, qul deb atagan bo'lsam, bu nima bo'ldi? Mutlaq bo'ladi. Muqayyad desa ma'lum sifatlar bilan shartlangan yoki belgi qo'yilgan yoki bir alomat qo'yilgan bo'lsa bu muqayyad bo'ladi. Masalan, men mu'min qul ozod qilaman yoki men egiz qul ozod qilaman yoki paka qul ozod qilaman deganga o'xshagan bir sifatlar bilan uni sifatlagan bo'lsa buni bo'ladi muqayyad, ya'ni bir bog'langan degan bo'ladi. Unda o'zi biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-mutlaq val muqayyad. Mutlaq va muqayyad. Mutlaq degan nima? Ta'riful mutlaq. Mutlaqning tunishtirilishi al-mutlaq lug'atan ziddul muqayyad. Mutlaq lug'at jihatdan aytgan vaqtimizda u muqayyadning ziddi. Ya'ni muqayyadning qarshi-qarshisi. Uyg'ur tilimizda mutlaq deb olsak bo'ladi. Islohiy jihatda madalla alal haqiqa bila qayd. U bir narsaning haqiqatiga shartsiz holda bildirgan narsa. Hech qanday shartsiz. Balki shart sifatni o'ziga olgan bir shart hamdi. Masalan, Alloh taolaninki fatahhiru raqabatin min qabla an yatamassa. Zihar qilganlar qanday qildi? Bir qul azod qildi dedi. Fatahriru raqaba. Qul azod qildi dedi. Qanday qul dedi? Hech qanday bir nima yo'q, shart yo'q. Unda o'zi nima ekan? Mutlaq. Mutlaq qul. U qul musulmon bo'lamdi, kafir bo'lamdi, nimasi yo'q, shart yo'q. Endi bu ta'rifni izohlab ketsak, madalla alal haqiqa degan so'zdan om chiqib ketadi. Om degan bir muayyan bir haqiqat narsaga emas, umum narsani bildiradi. Mana qul dedi. Qul. Om degan qul, bütün qullarda bir umumiy bildirsa, undan keyin om bo'ladi. Shunga haqiqat degan gap ma'lum bir narsaning ayni shaklda, muayyan shaklda bir haqiqatga bildirgan narsa degan so'zimizdan om chiqib ketadi. Chunki u mutlaq nimani bildirmaydi? Chunki om degan umumni bildiradi va haqiqiy bir muayyan bir mutlaqlikni bildirmaydi. Bilaqay degan so'zimizdan muqayyad chiqib ketdi. Nima uchun? Chunki qaydsiz bo'lgan ekan, undan muqayyadni qilib chiqib ketadi. Endi mutlaqni tushundik. Muqayyad bo'lsa, muqayyad deganimiz lug'at jihatda ma ju'ila fihi qaydun min ba'irun nahihi deydi. Uningda bir chigish qilingan. Ya'ni uningda chigilgan yoki uni chigilgan tuga va unga o'xshagan narsalardan deydi. Ya'ni tugini chigishni nima deymiz? Muqayyad desak, masalan ba'irun muqayyad desak bog'langan tuga, birga chigib qo'ygan tuga degan bo'ladi. Undan boshqa himarun muqayyad bog'lab qo'ygan nima? Eshak. Kalbun muqayyad bog'lab qo'ygan it deganga o'xshagan. Ya'ni bog'langan degan gap muqayyadning asli lug'at ma'nosi. Islohiy jihatdan qavaydigan vaqtimizda madalla alal haqiqa biqayd. U haqiqatga, ya'ni muayyan bir narsaga, ya'ni bir narsaga, umum narsa emas, bir haqiqiy bo'lgan bir narsaga qayd bilan bildirgan narsa. Ya'ni bir shart bilan yoki sifat bilan. Masalan, Alloh taolaning so'ziki fatahriru raqabatin mu'mina, ya'ni qasdan bir odam o'ldirganninki jazosini bo'ldi. Fatahriru raqabatin mu'mina. Mu'min qul ozod qilish. Üstündeki hüküm mutlaq keldi deymiz. Çünkü unda mü'mine degan shart yo'q. Ma hükmini biz muqayyad keldi deymiz. Nima uchun? Mu'mina cho'qim u ozod qilmoqchi bo'lgan qulninki mu'min bo'lishi nimasi va shart va. Buni biz muqayyad deymiz. Ya'ni hech qanday shart yoki sifatlar bilan bog'lanmay kelgan hükümlerini biz mutlaq hüküm deymiz. Ma'lum sifat yoki shartlar bilan bog'langan, shartlangan hükümlerini biz nima deymiz? Muqayyad hüküm deymiz.
Qayd degan so'zimizdan nima chiqib ketdi? Mutlaq chiqib ketdi deydi. Xo'sh, unda bo'lsa, mutlaq qanday amal qilamiz degan vaqtida al-amal bil mutlaq, mutlaq amal qilish yajibul amal bil mutlaq ala itlaqihi. Mutlaq bir hukmga uning mutlaqligiga asosan amal qilish vojib bo'ladi. İlla bi dalilin yadullu ala taqyidihi. Ammo uning muqayyad ekanligiga, ya'ni shartlik yoki bir sifat bilan bog'langan ekanligiga bildiradigan bir dalil kelib qolgan bo'lsa, uningdan keyin muqayyad bo'yicha amal qilamiz. Agar unda bo'lmay mutlaq kelib qolsa, qanday qilamiz? Mutlaq holatda amal qilamiz. Nimishqa? Chunki kitob va sunnatninki. Li'anna al-amala bi nususil kitabi was sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi zalik. Chunki kitob va sunnatninki naslariga, ya'ni tekstlariga amal qilish vojib bo'ladi. Uning dalolati taqozo qilgan bo'yicha amal qilish vojib bo'ladi. Hattoki ana shunga qarshi bir dalil turganga qadar. Agar bir nas kelsa, ya'ni bir hukm kelsa, mutlaq bir hukm kelsa va muqayyad bir hukm kelsa. Bir hukmga qarang, bir hukmda mutlaq bir hukm keldi, undan keyin muqayyad bir hukm keldi. Vajiba taqyidul mutlaq bihi. In kana al-hukm wahid. Agar hukm birilib qolsa, u mutlaqni uning bilan, ya'ni muqayyad bilan qana qilamiz? Taqyidlash vojib bo'ladi. Uni mutlaq peti tushunmaymiz. Agar hukm bir olmay qolsa, birisi boshqa bir masaladagi, birisi yana shu boshqa bir masalada bo'lib qolsa, va illa umila bi kulli wahidin ala ma warada alayhi min itlaqin aw taqyid. Agar unda olmay qolsa, ya'ni bir hukm bo'lmay qolsa, bir hukmda bo'lmay qolsa bu mutlaq muqayyad, har birisi o'zi bo'yicha qanday qilinadi? Amal qilinadi. Mutlaq peti, taqyidi muqayyad peti amal qilinadi. Min itlaqin aw taqyidin. Agar bir hukm bo'lmay qolsa. Masalan, bir hukmda mutlaq muqayyad o'g'inin misoli qaysi desa, masalan, biz bayat o'tib ketgan Alloh taolaki ziharning kafarati haqidagi oyati fatahrir raqabatin min qabla ayatamassa dedi. Bir qul azod qiling dedi. Qul azod qilish shundaqmi? Endi Alloh taolo qasdan odam o'ltirganning jazosini kafaratimi o'xshashlar nima dedi? Fatahrir raqaba dedi, ammo bunda mu'mina deb qana qilib qo'ydi, qaydlab qo'ydi. Demak, ikkilisi qul azod qilish. Hukm bir. Ammo birisi qanda muqayyad. Yana bizcho muqayyad emas. Unda bo'lib qolsa, ba'diki hukm bir. Qanday hukm bir? Qul azod qilishdan iborat bir hukm bir. Unda bo'lgan ekan, bu muqayyad bilan uni qana qilamiz? Qaydlaymiz. Zahardimi garchi mutlaq kelgan bo'lsa, ma hukm bir o'g'anlik uchun ma u qatlninki, qasddan odam o'ltirishning kafaratidagi hukmni, ya'ni qaydni bu yerga qana qilamiz? Qaydlaymiz. Zahardimi chuqum qana qilish kerak? Mu'min qilish kerak deymiz. Shundaydi, fal hukmu wahid. Hukm bir. O qaysi? Qul azod qilish. Shuning uchun vojib bo'ldi ziharning kafaratidagi mutlaqni taqyidlash vojib bo'ldi. Qatlning kafaratida kelgan muqayyad bilan. Qasddan odam o'ltirganning kafaratida kelgan muqayyad mu'mina degan muqayyad bu hukm bilan ziharning kafaratida kelgan mutlaq hukm qanday qilindi? Taqyidlash vojib bo'ladi deydi. Shuning uchun va yashtaratul iman fi raqaba fi kulli minhuma. Shunga har bir ikkilisining har birida, ya'ni mayli o zihar olsun, mayli o qasdan odam o'ltirganning kafarat olsun, har birisida azod qilmoqchi bo'lgan qulninki mu'min bo'lishi shart qilinadi deydi. Shuning uchun shart qilinadi iymon qulda o ikkisining har birida degani shu. Undan keyin hukmi bir emas bo'lganning misolichi masalan taqyidlamaydigan mutlaqni mutlaq peti, muqayyad peti biz amal qilgan hukm bir bo'lganning misoli qaysi desanglar, Alloh taolaninki was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. O'g'irlik qilguvchi ayol, o'g'irlik qilguvchi erninki ikkisini qanday qilgan qulni kesinglar dedi. Ondan keyin qulni kesinglar dedi. Mutlaq shundami? Qulni kesinglar dedi. Qul degan nagacha o'zi hisob hamdi. Jaynak kichimi, bag'ich kichimi bu mutlaq bir qanday hukm. Endi oyatul vudu tahorat oyatida Alloh taolo fag'silu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi. Sizlar yuzinglarni yuyinglar va qo'linglarni nagacha yuvinglar, jaynak kichinglar dedi. Endi mutlaq hukmni qo'l degan jaynak qo'linglarni shu jaynak kichinglar degandan keyin qo'l degan jaynak kichi bo'lsa qo'l olgan bo'ldi ekan. Shuning uchun biz o'g'irning qo'lini shu jaynak kichi kesimiz deganlarda, yo'q. Bu yerda hukm o'xshamaydi. Fal hukmu muxtalif. Hukm bilak. Fa fil ula birinchisida qat'i kesish yo'q. İkincisida yuyish o'xshamaydi hukm. Shuning uchun birinchisi ikkinchisi bilan qana qilinmaydi, taqyidlanmaydi.
balki tabqa ala itlaqiha, o o'zining mutlaqligida qolib qoladi. Ya'ni o'g'ir qo'lini kesalar degan u mutlaq bitib qolib qoladi va bo'ladi kesish big'ishdan bo'ladi. Ash alqandan ki bo'g'imi ayrılgan big'ishdan bo'ladi. Yuyishcho o muqayyat kelgan bo'g'achqa jaynak qo'shilib bo'ladi. Demak, hukm bir bo'lsa, uningdan keyin muqayyat bilan mutlaqni qanday qilamiz? Qaytlaymiz. Hukm bir bo'lsa, uni qanday qilmaymiz? Qaytlamaymiz. Buni tushunishimiz lozim. Unda vasoqlashlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.